bugungi kechani ko'tarinki kayfiyatda olib borish bizni zimmamizga yuklatilgan. Qadrdonlar, sizlar qo'llab-quvvatlab tursangizlar, oldin davramizni ochib olsak. Keling, hurmatli aziz mehmonlar, ruxsatlaringizla bugungi davramiz kechamiz ochiq deya e'lon qilish uchun ajoyib insonimiz, ustozimiz Ro'zmatjon Hoji otamiz bugun davramizda bor. Bugungi davramizni, kechamizni, ya'ni ikki avlod uchrashuvini ochiq deya e'lon qilib qo'yadilar. Haji buva, xush kelibsiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Rahmat. Bugün uchrashuvimizning ikinci qismi boshlandi. Yaxshi o'tiribsizlar, undan ham yaxshi o'tiringlar. Shu kechaning bu ikinci qismini ochiq deb e'lon qilaman. Rahmat. Mana bu qarsaklar sizga edi, ustoz. Rahmat, tabrik niyatlar birgalikda qabul qilaveramiz. Keyinchalik demak davramiz ikkinchi qismi ochiq deya e'lon qilinadi. Mana Haji buvalimiz. Haji buva, bugun shogirdlar ardog'idasiz. Iloyim bardavom bo'lsin. Ustoz maqomidagi har bir insonlar shogirdlar mehridan, taftidan, hurmatidan yurish barcha insonlara, ustozlara nasib etsin. Tabrik deymiz. Qolaversa bugun ikki avlod uchrashuvi sababchilari mana og'alarimiz, apkalarimiz birgalikda bugun xushchaqchaq yig'ilib o'tiribdilar. Mana shunday ko'tarinki ruh davom qilsin, bardavom bo'lsin. Umrlaringiz, hayotlaringiz hamisha quvonchli damlarga, quvonchli onlarga boy bo'lishini tilaymiz. Oldingizga tortilgan noz-ne'matlar siz uchun hali kechamiz davomida shartlar, o'yinlar o'tkazamiz va men faqat qizlar taraf bo'laman bugun. Xo'p, siz nima desangiz shu. Demak, aziz mehmonlar, hammangizga xush kayfiyat tilaymiz. Bugun san'atkorlar ketma-ketligi kuzatiladi. Albatta bugun dastavosh sifatida bugun hammamiz hurmat qilamiz mana shu mahallamizning qadrdon insoni, o'zining ajoyib ovozi, chiroyli, dilrabo kuyi go'shtlarida xalqimiz, elimiz yaxshi kunlarda, to'ylarda xizmat qilib kelayotgan Qozoqboy Alimov hamda bir guruh professional sozandalar ansambli bugun siz bizga xizmat qilishga shay. Xususan bugungi yaxshi kunlarimizni bir umr xotiraga muhrlashda G'iyos Media studiyasi ijodiy jamoasi bugun davramizda xizmatdalari. Albatta bugungi kechamizga tashrif buyurgan har bir mehmon bugun kun qahramoni desak adashmagan bo'lamiz. Barchaga xush kayfiyat tilaymiz. Yuqori kayfiyat tilagan holda biz kechamizni davom ettiramiz. Hammangizga xush kayfiyat tilaymiz. Yubileylar, to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Qozoqboy Alimov. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoq yaqindagi aziz mehmonlar, ustozlar, ikki avlod uchrashuv qatnashchilari. Bugungi yaxshi kun bilan hammangizni tabriklaymiz. Iloyim do'stliklaringiz abadiy bo'lsin. Hamisha xonadonlaringizda yaxshi kun, to'y tomosha bo'lsin. Qiz chiqarganda, bola uylantirganda shunday davralar keng olib sinfdoshlar bilan hammangizni birgalikda qatnash nasib qilsin. Xudo xolasa bugun davramizni chiroyli qilib o'tiramiz. Sizlar bilan birgalikda shu qizdirib sizlar ham qissalaringizni qo'shasalar, o'yinsalar o'tirmasdan talablaringizga binoan mumtoz qo'shiqlar, lirik qo'shiqlar, xorazmcha sho'x-sho'x qo'shiqlar bilan davom qildiramiz. Talablaringiz bilan marhamat. Hammangizga yaqin mushtaqa. O'ynaymiz. Yetarcım, endi erkalatarcım arasingni qo'y endi, o'zing sanda yuragim. Bo'ldi yetarcım, endi erkalatarcım arasingni qo'y endi, o'zing sanda yuragim. Oh, madumazel madam, go'zal sanda hammadan, arashim san o'zimni, cho'mirma qo'shib qalam. Oh, madumazel madam, go'zal sanda hammadan, arashim san o'zimni, cho'mirma qo'shib qalam.
bunday Oh mademoiselle madam Go'zalsan da hammadan Araz shumsan o'zimni Chimirma qo'shiq qalam Oh mademoiselle madam Go'zalsan da hammadan Araz shumsan o'zimni Chimirma qo'shiq qalam Osmondamsan ha Maryamdarasan yo Atay qilasan juda qaysarsan Ohoy osmondamsan ha Maryamdarasan yo Atay qilasan juda qaysarsan Oh mademoiselle madam Go'zalsan da hammadan Araz shumsan o'zimni Chimirma qo'shiq qalam Oh mademoiselle madam Go'zalsan da hammadan Araz shumsan o'zimni Chimirma qo'shiq qalam Oh mademoiselle madam Go'zalsan da hammadan Araz shumsan o'zimni Chimirma qo'shiq qalam Oh mademoiselle madam Go'zalsan da hammadan Araz shumsan o'zimni Chimirma qo'shiq qalam Yıldızımda izlegenim Armanlarda bozlegenim Kecha kunduz so'zlaganim Siz o'shan Yıldızımda izlegenim Armanlarda bozlegenim Kecha kunduz so'zlaganim Siz o'shan Olislarda tapmaganim Ammo asla tolmaganim O'ylab qolmaganim Siz o'shan Köşalamga taqdir bitgan Yuragimni abyor etgan Otabegim buyurtgan Siz o'shamu Köşalamga taqdir bitgan Yuragimni abyor etgan Otabegim buyurtgan Siz o'shamu Tushlarimga kirib yurgan Yulduzlarday yonib turgan Meni o'ylab hayol surgan Siz o'shamu Tushlarimga kirib yurgan Yulduzlarday yonib turgan Meni o'ylab hayol surgan Siz o'shamu Qolmang deyman zamonimga Jamolingiz hayolimda Dilim dardi savonimda Siz o'shamu Keshalamga taqdir bitgan Yuragimni abyor etgan Otabegim buyurtgan Siz o'shamu Keshalamga taqdir bitgan Yuragimni abyor etgan Otabegim buyurtgan Siz o'shamu
başkası yok mu ya? Yüzümde şunca bala bana başkası yok mu ya? Ay işte aynen iş 86 bala. Hop. Zar emesmen sözüne, saye emesmen izine. Zar emesmen sözüne, saye emesmen izine. Kaslarına bir yer tapıp görsetemene yüzüne. Kaslarına bir yer tapıp görsetemene yüzüne. Bakmasan bakmak ya, senden başkası yok mu ya? Bakmasan bakmak ya, senden başkası yok mu ya? Yüzünde şunca bala bana başkası yok mu ya? Yüzünde şunca bala bana başkası yok mu ya? Ay işte. Kalpak izler adımı, dımlandır heki dadını. Kalpak izler adımı, dımlandır heki dadını. Sen balanı yar etmesen başka koyamam adımı. Sen balanı yar etmesen başka koyamam adımı. Bakmasan bakmak ya, senden başkası yok mu ya? Bakmasan bakmak ya, senden başkası yok mu ya? Yüzümde şunca bala bana başkası yok mu ya? Yüzümde şunca bala bana başkası yok mu ya? Senden başkası yok mu ya? Bana başkası yok mu ya? Marhamat. Gördüm kaldım hayrana. Mekrim canım ey yara, Kur'an kula güzeli. okşattın mı cayrana? Aşklar kübaylangan, joluktun sen kaylardan. Karay koysan tayyarman, karamazsan oyralman. Aşklar köpaylardan, yoluttun sen kaylardan. Karayı koysan tayyarman, karamazsan bayramdan. Gördüm kaldım hayrana, hakkar candan ayyara. Tuğlan kula güzeli, şabuskan sen cayrana. Gördün kaldın hayrana, mekrim candan ayyara. Duran eline şok kızı, okşattın mı cayrana? Aynen inşallah. Tavus üstü tavalgan, kıyar cipsiz baylangan. Hayran hayran hayranım, şolda süzgün cirana. Tavus kuştay tavlangan, hayalın ipsiz baylangan. Hayran hayran hayranım, aşıksan ey hayyarım. Gördüm kaldım hayrana, hakkar candan ayyara. Tuğlan kula güzeli, şabuskan sen cayrana. Gördün kaldın hayrana, beklim candan ayyara. Duran eline şok kızı, okşattın mı cayrana? He damın baba. Marhamat. Oynayımız. Bana oynayımız. Oynayımız. Marhamat. Ay, işte.
benim aşık yüzün Aşığı kalsa bulmaz Yürek bağır güymese Bihuda yansa bulmaz Sana derdin ot içine Yanbazı salsa bulmaz İşin düştü yüreğe çıkarıp alsa bulmaz Derya adamgan yaşını kaytarıp alsa bulmaz Ala göz boy boy, kara göz boy boy Ala göz gel benim, kara göz gel benim İşte Atacan gel Aha işte Kamatiye bendedir Bağla servir avam Nerede bir eşkin Kuşa yürür barkan Su içemez semrede Balsa yüzü gülüşe Ağlasın eyler hüzü Bülbül bir halıma Söyleme insaneme kimmesin yarısın Ala göz boy boy Kara göz boy boy Ala göz gel bana ya Kara göz gel bana Yes Oh Ha sen nereye gel Oymuş ha Ha işte Aha İşlersin birindi seni seviyorum Hayalından bir hürme ama bu sınır bilerme Kamolu bıraktım vardı Məlüsünə tülərimə Divana məsləmimə İşkutarla yarma Parmağına din bulutlarımızı ayırsam olmaz Ala göz boy boy Kara göz boy boy Ala göz gel bana Kara göz gel bana Oh Oho işte Ver vereceğim Aha işte Yeah. Bakalım Ala yüz boy boy, kara yüz boy boy Ala yüz gel bana, kara yüz gel bana Ala yüz boy boy, kara yüz boy boy Ala yüz gel bana, kara yüz gel bana Ala yüz boy boy, kara yüz boy boy Kara yüz gel bana, ala yüz gel bana Marhamat Ustazlarımız için Cho'ntakning doim bo'sh bo'lishi nimadan dalolat beradi? Cho'ntakning doim bo'sh bo'lishi nimadan dalolat beradi? O'ynaman. Bo'ldi. Bo'ldi, yaxshi. Tayyorlagan ishim o'ynaman. Bo'ldi, yaxshi. Bir juft bir kublet Xorazm lazgisi qani men bilan o'ynaysiz Ya bahar şehva arsan
Rahmat. Yashang og'a, rahmat. Keyingi insonimizni taklif qilamiz Aziza Katajanova. Aziza Katajanova. Otajon og'a Ismoilov. Keling. Yangadan beri ağamız qo'shilib o'tirib, xudo xolasa bu yerni ko'ramiz. Alın. Qaysini olsangiz alın. Ko'nglingiz yoqqanini oling. Bahadır Batan Latara oynadı. Loteriya biroshkara chiqqay. Maktabni bitkazganingizdan keyin hayotingizda qanday o'zgarishlar ro'y berdi? O'zgarishlar bo'ldi lekin. Eshitamiz. Qaysi birlarini aytsam ekan? O'zingizga yoqqanini aytavering. Shu o'zga uylandim lekin shunday keyin. Baxt tilaymiz ilohim ayolingiz bilan qo'shakar farzandlaringiz rohatlarini ko'rishlik baxt nasib qilsin. Rahmat. Birsini aytdi, bu qolgani ko'pdan uni keyin aytadi yaxshi. Shirinjonovga Xo'janiyazova. Shinnabga keling. Shirinjonovga Xo'janiyazova. Bormilar Shirinjonovga Xo'janiyazova. Barakalloh. Keling apga. Farzand yo'lin qarab qolgan onalardan bahorini kutayotgan lolalardan farzand yo'lin qarab qolgan Keling kan Shirinjonovga. bahorini kutayotgan lolalardan yorni deya yurak bag'rim oralardan 25-savol. Eng hazilkash sinfdoshingiz kim deydi? Nima dedingiz? Eng hazilkash sinfdoshingiz kim? Darmon. Rahmat. Sinfdoshlaringizga tilaklaringiz ham bormi? Hamma sinfdoshlarimni shu uchrashuv bilan tabriklayman. Hammasina baxt, saodat tilayman. Hamisha shunday yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. O'z birgachiligimiz hech qachon buzilmasin. Rahmat. Rahmat Shirinjonovga Xo'janiyazova. Rahmat. Oilaviy baxt tilaymiz. Taklif qilamiz Feruzabga Madaminovani. Darmon apkam yomon qaradi lekin ko'zingizga xabardan bo'lasiz. Feruzabga keling. Madaminova. Bormilar Feruzabkamiz davramizda? Yo'qmilar? Akbarjon og'a Rozmetov. Akbarjon og'a Rozmetov taklif qilamiz. Ekbaro keling. Qizil, sora, ko'k, yashil xalaqanimiz olasiz. hayot asli g'animatdir ey tirikjon Savol nechanchi ekan? O'qib bering savolni aziz. 27 savol ekan. Agar sizga butun dunyoni o'zgartirish imkoni berganda nima qilgan Bo'lardingiz. Men bu savolga javob berdim. Men xudo emasman, yo'q boshqa emasman. Savolga javob berib bilmasangiz, yo she'r aytib berasiz, yo sharchi shirasiz, yo raqsa tushib berasiz. Sharchi shirasizmi yaxshi? Bu savolni oldinda ojizman dedi og'amiz. Chalın peki. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Sharam yorilavermajak-ku bu. Ana ketdi. Rahmat. Xo'p. Normurod og'a Iskandarov. Normurod og'a Iskandarov. Marhamat taklif qilamiz. Bir
birdan. Har narsani jup yaxshi deysizmi? 31. Agar vaqt mashinasi bo'lsa, qaysi davrga sayohat qilgan bo'lardingiz? 31-savol. Atacanlarım Antarktika'ya gidelim. Bir de yer yoktan. Yer sürüp bilmedi. Antarktika. Şuraya gidelim. Atacan Coram yer sürüp bilmedi. Rahmat. Sinfdoshlara tilaklaringiz bormi? Asad jo'rangiz ham ikkitasi chana xudo xolasa. Xo'p. Rahmat. Feruza Madaminova davramizga tashrif buyurdilar. Keling. Feruza Madaminova. Qarshi ketdimi? Qani? Kimni sochi yomg'irda ho'l bo'lmaydi, kimning sochi yomg'irda ho'l bo'lmaydi. 28. Shu kal bo'lsa kerak menimcha. Boshqa emas. Kal shu. Rahmat, javobingizni qabul qildik. Tabriklaymiz. Haqiqatdan ham javobimiz kal insonni. Kim javobini aytsa sinfdan chiqarib beramiz. Keyingi odam o'qing. Ergasho'g'a Baltayev. Ergasho'ga keling. Marhamat. Bolalikdagi nimani ko'p eslaysiz va sog'inasiz? Maktabdan qochib suvga tushdi. Rahmat. Kamola Tepki Sobirova. Kamola Tepki Sobirova. Savol ekan. Qanday sharoitda qora mushukka uyga kirish oson bo'ladi? Tartib saqlaymiz. Qorong'ida. Javobingiz shumi? Qabul etdik javobingizni. Afsuski eshik ochiq bo'lsa. Shartlarimizdan qaysini bajarib berasiz? She'r aytasizmi, o'ynaysizmi, shart chishirasizmi? Bajarulimmi? O'ynaymizmi? She'r aytib bering ijomi. Yaxshi. Kim andozga Kamola deb kelmadi? Shoira Katajanova. Shoira Katajanova. Yo'q molar. Dilshodbek og'a Jumaniyazov bo'lishlari kerak. Dilshodbek og'amiz bormilar? Fomber. Meni kechirasiz. Webcamni aytib, ichinde hech bir chiqmaydi bo'lsa, xohlagan bir shartni bajaradi dedi. Shuning uchun meni kechirasiz, hamma ish webcamlarda. Ya chishroq chishirasiz, ya o'ynaysiz, ya nima dedi? Bo'ldimi? Labbay. She'r aytadi. She'r aytayman. Aytavering. Yurtim osmoningda munavvar yosh, farzandlar ko'ksida lovullagan cho'g', ey nuriy ajdodlar joniga jondosh, xursand, mag'rursan, yuksak va ulug', deydilar ildizdan ko'karsa chinor, burgut qanot ila toparkan kamol, sening shiddating ila to'lish fasli bor, ey dunyo ko'kida porlagan hilol.
Rahmat. O'rdaqlar biza Saqib akam bilan ketaveramiz, bu atrof vaqamiz tortadi. Rahmat. Keyingi odamni chaqiring. Dilafruz aka Kalandarova. Dilafruz aka keling. Kalandarova. Keyingini o'qing. Bugun cho'ta davomat sal pastroq deymi? Qadamboyoga Bobojanov. Qadamboyoga Bobojanov. Qadamboyoga keling. Keling. Res. Kan. Maktabda qaysi fandan a'lo o'qigansiz dedi. Pes o'qim dedi. Jismoniy tarbiyadan. Jismoniy tarbiya. Rahmat. Sinfdoshlari tilaklaringiz ham bormi, Qadamboya? Tilaklarim. Sinfdoshlarimni tabriklayman shu bayram bilan. Nima deymiz? 22 yillik uchrashadirmiz. 50-60 yillik uchrashali. Sababimiz ko'paysin, kamaymasin. Xudoyim. Rahmat. Kuramboyev Hamzavoy ekan. Keling qani. Kuramboyev Hamzavoy. Keling taklif etamiz. Sebep çakırasız. Mikrofon biraz şey. Savolni yaxshilab o'qib bering. Turmush o'rtog'im opasi deb chaqiraman-da, o'rtoqlar. Opasi, enasi, shu. Tamam. Savolni o'qib bering. Savol shuda. 13-deding. Opasi deb chaqiraman. Savollar bormi? Rahmat. Sizga gaplamaga dilimi joziz gaplamadik. Xudo xolosa o'yinimizni bir zamondan davom ettiramiz. Bemalol yeb ichib yana o'yin kulgilar davom qilaveradi. Hajatib o'yinimiz. Bugun bayram, bugun to'y, bugun yaxshi kun, bugungi kun faqat sizlarniki. O'yinimiz bir zamondan davom ettiramiz. Bo'ladi. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrini. Fursat g'animatdir shoh satrlarla bezamoq chog'i dara umr daftaran. Marhamat ya. O'ynaymiz. Ya. Marhamat ya. Gözlerimden akardı yaşlar toplamin. Keşke seni finalmin unutalsaydım. Lablerimden akardı bağlar toplamin. Kumseler yanmasından unutalsaydım. Yüreğim bütünlerini içinde yuttu. Bana vakalı bulun sevsen ne bular. Kaldığımdan gelen diye minbare küttü. Bu iş yakın öpüşte az sonra bular.
yanar ovalar Salınıp yanadı yürek Sevgenin canımdı alan Yürekte kalmadı tilek Şunçalar kıldı ki halay Sevmey asla aldaydın ozanın melek Başımda yanar ovalar Salınıp yanadı yürek Sevgenin canımdı alan Yürekte kalmadı tilek Şunçalar kıldı ki halay Sevmey asla aldaydın ozanın melek Yeah! What? Yo! Yeah! Gözlerimden akardı yaşlar tokamil Keşke seni finalmin unutalsaydım Ləblərindən akardı bağlar tokamil Bunçələr yanmasından unutalsaydım Yüreğim kutularının içinde yumurttu Bana kapalı bulun sevsen ne bolar Kaldım hem gelemeyen mübarek gündü Bu işler dönüpmüş de afsane bolar Başımda yanan ovalar Salınıp yanadı yürek Sevgenin canımdı alan Yürekte kalmadı tilek Şunçalar kıldı ki halay Sevmey asla aldaydın ozanın melek Başımda yanan ovalar Salınıp yanadı yürek Sevgenin canımdı alan Yürekte kalmadı tilek Şunçalar kıldı ki halay Sevmey asla aldaydın ozanın melek Başımda yanan ovalar Salınıp yanadı yürek Sevgenin canımlı alan Yürekte kalmadı tilek Şunçalar kıldı ki halay Sevmey asla aldaydın ozanın melek Başımda yanan ovalar Salınıp yanadı yürek Sevgenin canımlı alan Yürekte kalmadı tilek Şunçalar kıldı ki halay Sevmey asla aldaydın ozanın melek Keyingi o'quvchilardan Bobojonov Qadamboy akamiz. Adam boyagan bomla. Keyingi adam. Allaberganova Iqbol opamiz. Iqbol oyapkamiz. Keling. Sizga shart bajartiraman. Qarang. Mana shu sinfdoshingizni ko'ryapsiz. Unga ta'rif berasiz. Maktab paytlarini eslaysiz. Uni topishlari kerak bo'ladi mana shu ta'rifingizdan keyin. Xo'p? Kimligini bildingiz, ta'rifni boshlang. Ularga qaramaysiz lekin. Bu sinfdoshlarimiz juda aqlli, tarifli qiz edi. Dars paytam jim o'tiradi edi. Hozir shifokorlik kasbini tanlagan. Tabriklaymiz. Xo'p, mayli. Qurbonov Hamza akamiz bormilar? Keling. Xo'p, keyingimi bo'lmasa? Xo'p, sizga ham rasm ko'rsatamiz. Bu kishi qaysidir sizni sinfingizdami, narigi sinfingizdami o'qiganlar? Qadamboy. Ismini aytmang, ta'rif berishingiz kerak. Turing. İsmini aytmaysiz, ta'rif berasiz. Ta'rifmi? Bo'ldi. Oldindan shuni aytmaysanmi shunda? Bu
sinf ustozi desa ham bo'ladi. Maktabda yaxshi o'qidim, bir vaqtlar bir kasbni egallab, u kasbdan ko'chib, boshqa kasbga o'tgan odam deb tushunsak bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Qaysi sinfda o'qiydilar hozir? O'qiganlar, qaysi sinfda o'qiganlar? Asta yoki A klassda o'qiganlar. B yoki A sinfdagi mana shu kishini tarix berdilar. Ismini aytishingiz kerak. Qaramang. Aytaymi? Yana tarif beraymi? Kat o'tamasandan. Oxirgi tarif oldidan chiqoldi. Karierni temada ishlagan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Kimdir voyannida ishlagan bo'lishi mumkin, Astapga chiqqan. Astapga chiqmasdan pensiyaga chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Yana to'g'rimi gapim? Yo'q, voyanni emas. Siyoma. Bo'ldi. Tabriklaymiz. Ajoyib tarix uchun sizga rahmat. Sizni g'olib deymiz endi. Shart bajartirmaymiz, yomon shartlardan bajartirmaymiz. G'olib deymiz va siz uchun ajoyib qo'shiqlarni qo'yib beramiz istaganingizcha. Lekin hozir keyingi ishtirokchimiz borlar, qabul qilamiz. Abdullayeva Lobar qizimiz. Keyingini o'qing, yo'q ekan ular. Abdullayeva Lobar qizimiz. Yo'qmi? Abdurimov Nodirbek. Bormilar? For. O'zi indamay o'tiradiganlardan chiroyli ta'rif chiqadi. Hozir qizimizga ta'rif berasiz. Chunki yigitlarimiz qolmagan. Ismini aytmaysiz, lekin mana shu qizga ta'rif berasiz. Maktab payti taniysizmi bu qizni? Ko'rganman, lekin ismini bilmayman. Menimcha B klassda o'qigan. B. Qora kiyingan ekan. Qora Yo'q, tanimayman to'g'risi. Qora kiyingan. Unda B sinfda o'qiydigan yigit chaqiramiz. B sinfda kim o'qigan yigitlardan? Keling. Nasiba, beg'aki. Nasıl şart becermem mesela dursun attım bu. İşte tarif veremem ona. Hey to'xta, şart men dursun aytdim men. Doğru gapni aytdim men. Noto'g'ri gapni aytmadim-ku. Bo'ldi. Shart bejar. Boshda. Xo'p. Tanlang. Hey, Bahadır Bahat'tan lotereya keldi. Captiva dedi. Captiva, hey, Captiva'ni o'ynab bo'lmaydi. Qarindosh ham emas, begona ham emas. U kim? Xotinim bo'ladi, boshqani kim bo'ladi? Yana bir aytaymi ya? Aslan ertaga urush bo'lib ketib, ertaga ajrashish bo'lib ketib qarab bo'ladimi? O'zi yana adashmasam size o'qishni bitirgandan keyin eng yoqimli, eng quvonchli narsa hayotingizda nima bo'ldi deganda uylanish tabadingiz, adashmasam, ya yanglishdimmi? Dardingiz ichingizda ekan. Turkiya ben taraf bilan ketib turibsiz. Javob berasiz bugungi ishda. Rahmat. Sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz, oilaviy hamjihatlik tilaymiz. Xush kelibsiz. Keyingi odamni chaqirasiz. Kuryozov Bahrom yigitimiz. Bahrom akamiz bormilar? Aha. Ortiqova Darmonjon opamiz. Savol tanlaysiz, konvert.
Qaysi sinfdoshingiz bilan ko'p urushgansiz debdi. Hech qaysi bilan urushmaganman. Kim bilan? Bir narsalar ayt, bir narsalar ayt. Urushmanmi? Urushmanmi? Lekin Nartay ko'p sochimdan tortadi dedi, men urib beradi dedi shu. Haqiqatni gapirdilarmi? Qarshi chalamiz unda. Tabriklaymiz. Keyingi ishtirokchimiz qizlar faol. Abdullayeva Yulduz opamiz. Keling. O'rtoqlar, meni kechirasizlardan uyshapkama mikrofon kerakmidi ekan. Adınız kim? Kim? Bundan keyin Nodir akam chaqirasiz. On 8-savol ekan. Agar o'z kasbingizni o'zgartirish imkoni bo'lsa, qaysi kasbni tanlagan bo'lardingiz? Shifokor kasbini tanlagan bo'lardim. Qarsaklar, hozir qaysi kasbdasiz? Ajoyib. Keling, navbatdagi ishtirokchilarimiz. Ism familiyalari-ki? Rozmetova Nodira opamiz. Keling. Konvert tanlaysiz. Ochamiz. O'zgartirishni istagan odamlaringiz bormi? Odatlaringiz? Ha, odatmi? Odatlarim. Yo'q, o'zgartirmayman. Ish turishimni xohlayman o'zim. Eng yomon ko'rgan o'g'il bola sinfdoshlaringiz kim edi maktab payti? Hammasini hurmat etaman. Yomon ko'rganim yo'q. Bu ko'ngildan chiqqan gaplar edi, qarsaklar. Sinfdoshlar omon bo'lsin. Bobojonov Davron akamiz bormilar? Keling. Qaysi rangni yaxshi ko'rasiz? Xohlagan rangingizdan tanlaysiz. Konvert. Geçiresiz şunda. O'rtoqlar yangi aytmadik ahang, ichida hech bir chiqmaydigan bo'lsa, bir shart bajaradi. Olmaydi ekan. Olmaydi ekan. İçinden qog'oz chiqmasa, xohlagan bir shartni bajaradi ekan. Ya shart chishiradi, yo she'r aytadi, yo o'ynaydi. Qaysi biri? Shart chishacak bo'lib turibmizda. O'ylantirdingiz odamni. O'zim saylab beraymi yo sizga? Bo'ldi yine, mening. Shar berdik sizga. Labbay. Qo'llab-quvvatlab turamiz sinfdoshimizni. Fon. Aha. Fon.
Nafasi o'tkirlardan ekan Davron akamiz. Olqishlab turamiz. Shoshiling, shoshiling. Chalg'itmaymiz. Sinfmi bular, bumi? Bu sinf. Olqishlab turamiz. Yordamga keladilar hozir, shoshiling. Rahmat. Davronbek ham yana ko'p bilmadim. Meni farazim bo'yicha avvalgi hayotimda yo sunnoychi bo'lgan, yo kannoychi bo'lgan. Ofarin. Labbay. Qassob, o siz bilan hazillashib bo'lmaydi shunda. Keyingi odamni chaqiring. Abdurimova Malohat opamiz bormilar? Ketibdi, keyingisini o'qing. Bobojonova Nafisa bormilar? Keling. Nafisa opamiz. Allaberganova Malohat opamiz bormilar? Keling. Olqishlab turamiz sinfdoshlar. Yoshlikka qaytamiz bugun. Eng aktiv qizlarimiz, menimcha, adashmasam. Siz uchun baxt nimada? Men uchun baxt ota-onamning sog'ligi, farzandlarimning sog'ligi, o'zim sog'ligim. Sinfdoshlarimni borligi deb qo'yasiz. Sizlarni borliklaringiz. Ko'z tegmasin oqibatlaringizga. Keyingi ishtirokchimiz Norboyev Dilshod akamiz. Keling. Xo'p, mayli. Matyaqubova Surayyo opamiz bormilar? Kuryazova Dilnoza opamiz. Qaysi sinfdanligingizni oldin aytasiz, ular fanatiz bo'lib turadilar. Bu sinf. Xo'p, konvert tanlaysiz. Pepsi Cola ichadigan odam bilan ichmaydigan odamning farqi bormi degan savol. 21-savol ekan. Hamma menimcha kolani yaxshi ko'rsa kerak Pepsidan ko'ra. Shu javob. Javobingiz qabul qildik. Bor. Pepsi ichgan kasal bo'lar ekan. Tabriklaymiz. G'oliblik muborak. Qarsaklab. Qani? Ofarin. Qizlarimiz faollar, ko'z tegmasin.
Jumaniyazov Javlon akamiz bormilar? Keling. Konvert tanlaysiz. O'zingizdan birni oling. 15-savol. Nimani 10 daqiqadan ko'p ushlab turib bo'lmaydi? Variantlar bormi? Hozir hamma narsadan variant bo'lib ketdi-ku. Yo'qmi bunda variant? Esa bilmadim. Shart bajarishga tayyormisiz? Bilmasangiz? Qaysi shart? Tanlang, qaysi shart? Sharshish rasmi? Mayli, qo'lingizdan kelarmikin?